Assalomu alaykum barchaga. Ko'pchilik Telegram sahifamizda tanlagan Bitcoin va tillaning tahlillarini bugun birgalikda uyushtiramiz. Imkon qadar Bitcoinning kunlik time framelar, 4 soatlik va 1 soatlik time framelarda asosan qanaqangi harakatlar shakllantirish bo'yicha va qaysi nuqtalardan qaytish bo'yicha bir qancha tavsiyalarimizni berib o'taman. Xo'p, Bitcoinning bir kunlik time frame'dagi tahlillarga yuzlanamiz. Aynan biz o'sha oldingi tahlillarimizda aytgan FVG nuqtalaridan narx reaksiya olib, keyingi chuchon harakatlarni shakllantirmoqda. Va narx mana bu nuqtalarda shakllanayotgan likvidliklarni yechganidan so'ng narx bizda agressiv ravishda mana bu minimum nuqtalarimizni buzib o'tganidan keyin narx bizda mana bu nuqtalarda order blok nuqtalarini shakllantirdi va hozirgi kutilayotgan asosiy target narx kelib mana shu order blok nuqtalaridan reaksiya olib mana bu nuqtalarda shakllanayotgan likvidliklar va mana bu nuqtalarda shakllangan imbalans nuqtalarining va pastki likvidliklarning yechilishi asosan kutiladi va asosan bozor harakatlarini keyingi kichik time frame'lardagi narx harakatlariga e'tibor bergan holatda mana bu nuqtalardan balkim bo'lishi mumkin narx mana bu birinchi targetlarimiz yoki ikkinchi targetlarimizga yetib kelmasdan turib aytaylik qaytish nuqtalarini ko'rsatadigan bo'lsa keyingi vaziyatlarda o'suvchan tendensiyasi bo'ylab savdo pozitsiyalarini ochish asosan kutiladi va hozirda mana bu minimum nuqtalarning buzilishi orqali keyingi targetlar mana bu nuqtalardagi imbalanslar va mana bu nuqtalardagi asosiy sell side likvidlarning yechilishi bo'ladi. Ana endi sizlar bilan asta-sekinlik bilan 4 soatlik time frame'larga yuzlanishni boshlaymiz. 4 soatlik time frame'larda asosan narx harakatlari nimalardan iborat? Xo'p, 4 soatlik time frame'da kecha Telegram sahifamizda tahlil tashlanganda mana guvohi bo'lishingiz mumkin. Mana bu nuqtalarda tilla aynan Bitcoin mana shu nuqtalarda imbalans nuqtalarini yangilab, keyingi nuqtalarda tushuvchan harakatlarni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar berilgan edi va aynan shu nuqtada narx bizda keyingi mana shu tushuvchan harakatlarni asosan bizda shakllantirishda davom etmoqda va mana bu nuqtalardagi imbalans nuqtalari bizda to'liqligicha to'ldirildi va narxning mana bunaqangi agressiv tushuvchan harakatlarning oqibatida narx keyingi harakatlarda aynan mana bu nuqtalardagi likvidliklarning va pastki likvidliklarning yechilishi asosan kutiladi va agarda narx ba'zi bir xil o'rinlarda narx agressiv ravishda qanaqandir qaytish nuqtalarini ko'rsatadigan bo'lsa keyingi nuqtalarda mana bu nuqtada shakllangan teng bo'lgan maksimum nuqtalarning buzib o'tilishi kutiladi. Hozircha bizda mana bu nuqtalardagi minimum nuqtalarning buzib o'tilganligidan so'ng narxning asosiy tushuvchan harakatlarni shakllantirishi kutilmoqda. Ana endi 1 soatlik time frame'larga yuzlanishni boshlaymiz. 1 soatlik time frame'larda bizda qanaqangi narx harakatlari shakllanmoqda? 1 soatlik time frame'larda narx bizda asosiy tushuvchan harakatlarni shakllantirmoqda va mana bu nuqtada shakllangan imbalans nuqtamizni qisman to'ldirdi. 50% gacha ham yetib kelmasdan keyingi narx agressiv tushuvchan harakatlarni shakllantirdi va mana bu nuqtadagi imbalansimizning teng yarmini aytaylik to'ldirdi. Va narx bizda mana bu pastki nuqtalarda qoldirilgan imbalanslarga qarab turib intilmoqda. Ya'ni mana bu nuqtalarda qoldirilgan imbalansimiz mavjud. Mana shu imbalansning to'ldirilishi asosan kutilmoqda. Va agarda narx imbalanslarini to'ldirganidan so'ng agressiv qanaqandir qaytish nuqtalarini ko'rsatmaydigan bo'lsa, keyingi nuqtalarda mana bu pastki likvidliklarning yechilishi asosan kutiladi. Bitcoinda hozirda kunlik time frame'da korreksion harakatlar yakunlanib, ya'ni tushuvchan harakatlar shakllanishi boshlanmoqda va agarda narx agressiv ravishda yana bir kuchliroq tushuvchan harakatlarni shakllantiradigan bo'lsa, keyingi nuqtalarda narxning mana shu ya'ni 3 ta time frame'da ko'rsatilgan kuchli bo'lgan yoki o'sha pastda qoldirilgan likvidliklarga qarab turib harakatlanishini birgalikda guvohi bo'lamiz. Ana endi sizlar bilan tillaning tahlillariga yuzlanishni boshlaymiz. Tillada qanaqangi narx harakatlari bizda shakllanmoqda. Ana endi bir kunlik time frame'larga yuzlanamiz. Bir kunlik time frame'larda bizda qanaqangi narx harakatlari shakllanmoqda. Bir kunlik time frame'da bizda narx mana bunaqangi vaziyatlarda o'zi asli tushuvchan harakatlarda narx mana bu yerdagi agressiv tushuvchan harakatlardan so'ng bizda narx mana bunaqangi katta soyalardan so'ng korreksion harakatlarni shakllantirishni boshlagan edi va narx mana bu yerdagi tushuvchan harakatlarda agressiya ko'rsatmadi. Ya'ni mana bu nuqtada kuch ko'rsatgan bo'lsa, mana bu vaziyatda kuchsizlik ko'rsatdi va narx keyingi tushuvchan harakatlarda yana kuchsizliklarni shakllantirmoqda va shu hisobdan bu yerda bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy ya'ni harakatlar nimalardan iborat bo'ladi? Mana bu nuqtalarda shakllanayotgan maksimum nuqtalardan minimum nuqtalarga qarab o'tay nuqtalarni chizadigan bo'lsak, asosan narx mana bu nuqtalargacha yetib kelib turib, keyingi harakatlarda keyingi
o'sha o'suvchan harakatlarni shakllantirishi asosan kutiladi. Ya'ni kutilayotgan asosiy target mana shu nuqta hisoblanadi va narx mana bu nuqtalarda shakllanayotgan likvidliklarni ichish orqali va mana bu nuqtalarda shakllanayotgan bloklardan ham reaksiya olishi mumkin. Hozirda o'sha geosiyosiy bo'layotgan vaziyatlarni inobatga olgan holatda aytaylik tilla qanchadir miqdorda tushgandan so'ng keyingi harakatlarda o'suvchan harakatlarni shakllantirish ya'ni anchagina ya'ni aktual sanaladi. Endi 4 soatlik time framelarga yuzlanadigan bo'lsak, 4 soatlik time framelarda narx bizda demak agressiv tushuvchan harakatlarni shakllantirmoqda va agressiv tushuvchan harakatlarni shakllantirish mobaynida narx bizda demak mana bu nuqtalarda imbalans nuqtalarini demak qoldirgan va narx qisqa korreksion harakatlarda imbalanslarni to'ldirib va mana bu nuqtalarda shakllanayotgan blok nuqtalarimizdan reaksiya olib keyingi tushuvchan harakatlarda balki mana bu nuqtalardagi sell side likvidlarni va pastda shakllangan qanaqadir imbalans nuqtalariga qarab harakatlanishi asosan kutiladi va agarda narx mana bunaqangi kuchsiz tushuvchan harakatlardan so'ng qanaqadir kuchli qaytish nuqtalarini shakllantiradigan bo'lsa, asosan demak mana shu nuqtalarda qoldirilgan likvidliklarning yechilishiga birgalikda guvoh bo'lamiz. Hozirda 4 soatlik time frame'da bizda to'liqligicha tushuvchan harakatlar shakllanmoqda va narx demak mana bu nuqtalardagi likvidliklarning yechilishi va mana bu nuqtalardagi likvidliklarning yechilishiga qarab intilmoqda. Va narx demak shu vaziyatlarda tushuvchan harakatlarni shakllantirmoqda va narx mana bu yerdagi imbalans nuqtalarimizga yetadigan bo'lsa yoki mana bu nuqtada shakllanayotgan ya'ni flow nuqtalarimizdan agarda reaksiya oladigan bo'lsa, keyingi tushuvchan harakatlarga birgalikda guvoh bo'lamiz. Ana endi sizlar bilan 1 soatlik time frame'lardagi tahlillarga yuzlanishni boshlaymiz. 1 soatlik time frame'da tilla bizda qanaqangi narx harakatlarni shakllantirmoqda. Endi o'sha pastda shakllantirilgan bizda demak likvidliklar mavjud va narx bizda agressiv tushuvchan harakatlarda mana shu nuqtalarda demak imbalans nuqtalarimizni qoldirgan va hozirda narxning demak eng yaqin ya'ni o'sha muammoli nuqtalari va zonalari shulardan iborat va narx demak bizda mana bunaqangi qisqa tushuvchan harakatlar orqali ya'ni kuchsiz tushuvchan harakatlar orqali tushuvchan harakatlarni shakllantirib mana bu nuqtalarda kuchli harakatlarni ham narx bizda demak shakllantirganligini guvoh bo'ldik va narx bizda mana bu yerdagi likvidliklarni yechishdan oldin balkim korreksion harakatlarda kelib mana bu nuqtalardagi demak likvidliklarni yechib turib imbalanslarimizdan reaksiya olib keyingi asosiy mana bu yerdagi ikkita qoldirilgan likvidliklarimizga qarab harakatlanishi asosan demak kutiladi. Asosan demak mana shu tillada va bitcoindagi asosiy kutilayotgan targetlar shulardan iborat va aytaylik mana shunaqangi harakatlar orqali ya'ni mana bunaqangi harakatlar orqali narx yetib kelib shu nuqtalardan agarda narx reaksiya oladigan bo'lsa keyingi nuqtalarda tendensiyasi bo'ylab savdo pozitsiyalarimizni ochib borishimiz mumkin bo'ladi.